Jamshid aka shoshmang. To'xtasangizchi. Jamshid aka. Bo'ldi-da endi. Qara olmadim. Qo'ysangizchi. Tinch qo'y mana. Jamshid aka. Oyi, men ketdim. Sanjar choy ichib Keyin ichaman. Voy bo'lama. Ey xudoyim. Shu yerdan bir yigit o'tmadimi? Yo'q, ko'rmadim. Qanaqa doktor bo'ldim? 30 yoshlar, ko'k kiyimda edi. Yo'q, bilmasam. Bir odamni qutqarib qola olmasam. Jamshid aka, tushuning. Bu bizning qo'limizda emas. Topa olmayapman. Yordam bering. Bilmasam. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Suv berib yuboring. Suv, ha mana. Bunisi iliq ekan. Muzey yo'qmi? Muzey ichkarida edi. Hozir chiqaman. Tushuntiryapman-ku. Bo'yi baland, baquvvatgina edi. Haligi soch qora edi. Nahotki hech kim ko'rmagan bo'lsa? Mana suv. Ya tavba. Tinchlikmi aka? Qishloqda ham yo'q. Astag'firulloh. Tepaga ham chiqdim. Hech yerda yo'q. Yaxshimisiz? Astag'firulloh. Hech kim bilmaydi. Hech kim bilmaydi. Hech kim ko'rmagan. Hech kim bilmaydi. Jamol! Kamol! Ya, Sanjar! Sanjar! Men shifokorman. Zinosh! Soyaga olib o'taylik. O'shlang! O'tir. Bog' tomonga yuringlar. Sekinroq. Salqinga. Ha, ehtiyot bo'ling. So'riga. Xo'p. Suv. Mana. Xayriyat. Puls joyida. Kamol. Og'ri. Tinchlaning. Og'ri. Seni topdim. Bo'ldi. Dam oling. Kamol. Xudoga shukr o'ziga keldi. Odamni qo'rqitordilar-ku. Tarqalinglar. Mayli ketdi. O'zi ham rosa o'xshar ekansiz. Kimga? Kamolga? Kim u? Sanjar do'sti. Bu yoqda nimalar bo'lyapti o'zi? Ketdik. Yetval. Hey! Bosekchi. Voy. Qani, Yetval. Ha, hozir. Hop. Ha, bosekchi. Kamol, kelyapsanmi? Sanjar! Sanjar! Kamol? O'rtoq! Kamol! Mahkam ushla! Sanjar! Kamol! O'sha voqeadan keyin do'stini o'limiga chidolmay aqldan ozdi. 5 oydan beri har kun shu ahvol. Kamolni so'ragan. Eng yomoni hali ham Kamolni tirik deb o'ylaydi. Qishloqdagilar bilmaymiz deb qo'yamiz. Shunda tinch yuradi. O'zini yeb bitirdi. Xotini ketib qoldi. Sizni ko'rib esa mazasi qochdi. Yo'q, ko'mayli, men o'zim ham qo'rqib ketdim. Azbiroy xudo yomon qo'rqdim. Tilim ham aylanmay qoldi. Yomon ham o'xshar ekansiz-da. Taqdiringiz o'xshamasin, ilohim. Yo'q onda. Kamol, o'rtoq. Ne ketib qolding, o'rtoq?
Seni qancha kutdim. Daraxt tagida kut dedim-ku senga. Sen ket qopsan. Yaxshi emas, o'rtoq. Endi qochmaysan, ha? Ketmaysan, ha? Nega jimsan? Gapir, Kamol. Qochmaysanmi? Men endi qochmayman. Qara lekin, qochsang Qornim ochib ketdi. Bir kabob yemaymizmi? Aka, biroz turib qaytamiz. Qani, yur. to'xta, ha? Shokir. Ana, senga nima degandim? Ana Kamol, topaman dedim-a senga. Ha, deganding. Ko'rding? Ko'rding? Degan. Yur. Kamol. Kamolni topdim. Chahonacha chahorga. Chahonacha chahorga. Jigar omadingmi, jigar? Seni jigar yemaganingni endi ko'rishim. Ha, endi jigar. Ha, mayli. Meni kechir, Kamol. Aslida hammasiga men aybdorman. Nima? Ha, yo'q. Bu seni qo'lingda emas edi. Agar odamning peshonasiga bir nima yozilgan bo'lsa, uni hech kim qutqara olmaydi. Men ham qutqara olmasdim. Bu bizning qo'limizda emas. Kamol, uyga o'taylik, o'rtoq. Voy, men rosa xursand bo'lardilar, ha? Mayli. Ha? O'tamiz. Rostdanmi? Ha. Borasanmi? Hey, bo'lmasam bugun bir oqshomimiz videosini ko'raylik, ha? Ha, mayli. Faqat ozginasini. Keyin shaharga qaytishim kerak. Ketasanmi? Ha. Ha, mayli. Yana kelasan, ha? Oqshomda payzini salto otaman deb yuzi bilan tushgani esingdami, ha? Shunaqa bo'lganmidi? Iya, nima pamitini yo'qotganmisan? Ha, seni mohiga rashk qilib, o'zini ko'rsataman deb basharasi bilan tushgandi, esingdami?